Ikkinchi bob. LGBT tuzog'i. Aniq bo'lishi uchun siz buni 2017-yilda sudya bo'lib ishlayotgan paytingizda yozgansizmi? To'g'ri, men buni bir ishni ko'rib chiqqanimdan keyin yozganman. Demak, siz erkak va ayolni biologik toifalar sifatida aniq ajratib bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? To'g'rimi? Ayol so'ziga ta'rif bera olasizmi? Ayol so'ziga ta'rif bera olamanmi? Yo'q, bera olmayman. Siz ham ta'rif bera olmaysizmi? Transgenderlik shuni da'vo qiladi. Kim o'zini ayol deb bilsa, u ayol. Kim o'zini erkak deb bilsa, u erkak. Men bunga qo'shilmayman. Erkak yoki ayol ekanligingizni aniqlash uchun obyektiv mezonlar mavjud. Albatta, noziklik va erkaklikning turli darajalari bor. Bu rost, lekin bu inson naslining asosi bo'lgan jinsiy ikkilikni o'zgartirmaydi. Kimdir jinsning biologiyaga aloqasi yo'q desa, men bunga qat'iyan qo'shilmayman. Bu siyosat sababli ayrim shifokorlar tomonidan oldinga surilgan yolg'on tibbiy konsensusdir. Agar bir shifokor erkak va ayol o'rtasida farq yo'q desa, u ilmiy jihatdan savodsiz va siyosatini ilmiy haqiqat ustiga qo'ygan bo'ladi. Agar kimdir sizga erkak homilador bo'lishi mumkin desa, bilingki u shifokor emas, balki faqatgina faol targ'ibotchidir. Demak, sizningcha erkaklar homilador bo'lib abort qildira oladimi? Ha, doktor Kumar, biologik erkaklar homilador bo'lib bola tug'ishi mumkinmi? Demak, erkaklar homilador bo'lishi mumkin, ayniqsa trans erkaklar. Ommaviy axborot vositalari, ko'ngilochar dasturlar va hatto maktab darsliklari orqali targ'ib qilinayotgan kamalak mafkuralari va jinsiy chalkashlikning ko'tarilishi bu rejalashtirilgan kun tartibidir. Maqsad yoshlarni o'z haqiqiy kimligidan, maqsadidan va e'tiqodidan ajratish. Bu esa ularni jamiyatni ichidan yemiradigan kengroq dajjol tizimiga oson o'lja qiladi. 3-bob. Moliyaviy tuzoq. Past foiz stavkalari uy-joy bozorini keskin qimmatlashtirdi. Endi foizlar oshgani uchun ko'p odamlar ipoteka to'lovini bera olmay qiynalmoqda. So'nggi 3 yilda 14 million odam ipoteka olgan. Ulardan 7 millioni uydan ayriladi. Bu juda katta fojia. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: oxir zamonda foiz, ribo shunchalik keng tarqaladiki, undan qochgan odam ham uning changidan qutula olmaydi. Bugun aynan shu haqiqatga aylandi. Barcha iqtisodiyot foizga asoslangan banklarga bog'liq. Banklar odamlarni qarz va ko'rinmas elektron pullar orqali o'z tizimiga qul qiladi. Men kotib Connollyga dollarni oltin bilan almashtirishni vaqtincha to'xtatishni buyurdim. Bu 1971-yilda AQSh oltin standartini bekor qilgan voqea. Mana shu dajjoliy tizim u odamga boylik va barqarorlik illyuziyasini beradi. Ammo bitta qaror yoki inqiroz bilan hammasini tortib oladi. Barcha jurnalistlar biladi. Ayrim mavzular bor. Ular haqida yozsa yoki gapirsa ishidan ayriladi. Asl nazorat mana shunda namoyon bo'ladi.